Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qizil qalpoqchali bir qizaloq bor ekan. Bir kuni onasi uni o'rmon orqali buvisini uyiga yuboribdi. O'rmon sokin, nam va turli hidlarga to'la edi. Qizaloq chuqurroq kirgani sayin g'alati bir hisni tuya boshladi. Go'yo o'rmon uning o'zi bilmagan sirlarini biladigandek. Shu payt yo'lidan bo'ri paydo bo'ldi. U qo'rqinchli emasdi aslo. U diqqat bilan qarar, go'yo nafaqat qizaloqni, balki uning fikrlari, qo'rquvlari va yashirin orzularini ham ko'rardi. "Qayerga ketyapsan?" deb so'radi bo'ri. "Buvimnikiga", dedi qizil qalpoqcha. "Men yo'ldan adashmasligim kerak." Bo'ri jilmaydi. "Sen doim faqat kerak bo'lgan ishni qilasanmi?" Qizaloq jim qoldi. Chunki yuragida boshqa bir narsa, qiziqish, erkinlik va yo'ldan adashish istagi yashardi. U yana yo'lda davom etdi. Ammo bo'ri uning yonida yurardi. Na oldinda va na orqada. U ko'ndirmasdi, faqat hech kim bermagan savollarni berardi. "Seni hech jahling chiqqanmi? Sen hech qochib ketging kelganmi? Sen hech boshqacha bo'lishni orzu qilganmisan?" Har bir savol bilan qizaloq his qildi. Bo'ri uni biladi. Buvisini uyiga yetib kelganda bo'ri g'oyib bo'ldi. Go'yo shom qorong'usida erib ketgandek. Qizil qalpoqcha uyga kirdi. Xona jim. To'shakda buvi yotardi, ammo nimadir boshqacha. Juda katta ko'zlar, juda o'tkir tishlar. Qizaloq qaradi va birdan tushundi. Bu nigohni u tanidi. O'rmondagi nigoh. Ba'zan o'z fikrlarida paydo bo'ladigan, jahli chiqqan paytda, rashk qilganda, ko'proq istagan paytdagi nigoh. "Bu sensan", shivirladi u. "Ha", dedi bo'ri. "Ammo men seni yeyish uchun kelmadim." "Unda nega bu yerdasan?" Bo'ri soyadan chiqdi. Shunda qizaloq tushundi. U begona emas. U uning qo'rquvi, kuchi, instinkti va qizil qalpoqcha ostida yashirgan haqiqati edi. "Men seni endi faqat yaxshi bo'lib yashay olmasliging uchun keldim", dedi bo'ri. "Men sendan qo'rqaman", dedi qiz. "Sen mendan emas, o'zingdan qo'rqasan." Xona sukutga to'ldi. Shunchalik sukutki, qizaloq o'z yuragini urishini eshitardi. U qalpog'ini yechdi va ilk bora to'g'ri bo'lishga urinmadi. "Agar sen meni bir qismim bo'lsang", dedi qizaloq, "menga qo'rqmaslikni o'rgat." Bo'ri unga yaqinlashdi. Ammo ko'zlarida endi ochilik emas, xotirjamlik bor edi. "Men dushman emasman", dedi u. "Men sening himoyangman, intuitsiyangman, chegarangman. Sen xavfni his qilganda paydo bo'laman. Sen yo'q deya olmaganingda irg'ilaman. Sen tirik ekaningni unutganda yuguraman." Qizaloq qo'lini uzatdi. Bo'ri uni kaftiga tegdi. Shu payt buvi ko'zlarini ochdi. Tirik, sokin, go'yo hammasini bilgandek. U jilmaydi. "Endi sen ulg'ayding", dedi buvi. "Chunki sen o'z bo'ringni uchratding va qochmading." Qizil qalpoqcha uydan chiqdi. O'rmon o'sha edi, ammo u endi boshqacha. Endi u yo'lda qo'rqmas, tanlov bilan yuradi. Bo'richi, u endi soyada yashirinmasdi. U yonida yurardi, sokin, sezilmas, qo'rqitmaydigan, balki asraydigan ichki kuch kabi. Shundan beri qizil qalpoqcha o'rmondan qo'rqmaydi, chunki u biladi, eng qo'rqinchlisi o'zini rad etish, eng katta kuch esa o'zini qabul qilish.